Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Hammangizga kunlaringiz xayrli, barakatli bo'lsin, pullaringiz ko'p bo'lsin, hech qachon kasal bo'lmaysizlar. Xo'sh, Urganchdagi joyimizda ham remontlarni boshlab berganmiz. Santexnikalari уже bo'ldi, o'tdi hamma narsalarni, elektrikasi ham bo'ldi. Ana endi bizlar moliyachilik bilan natijali patolog qiladigan odam kerak. Moliyachilik bilan natijali patolog qiladigan odam kerak. Ne? Do'stlar. Cho'tkatib, yani ishini urganchilar emas, haqiqiy ustalar kerak. Pulini beriladi, pulini hech qanday yo'q, muammo yo'q. Shuni ustalar bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerdan qoldiraman, lekin srochniy ish boshlash kerak, tez tamomlatish kerak. 10 kunning ichida, 10-15 kunning ichida topshiradigan bo'lishi kerak. Shuning uchun shuni ustalar bo'ladigan bo'lsa, iltimos aloqa chiqib berasizlar. Yana tayyor ishlarga Urganchda joylashgan. Nomer qoldiraman. Assalomu alaykum, Qo'shki bir hafta savdoni obunachilari. Bugun 2026-yil 5-avgust kuni navbatdagi savdomiz. Aksiyaga qo'ygan Cherry 7 Pro Max bo'ldi. Mashinamizni Xankajirmizdan yog'alarimizga 217 million so'm naqd pul berdik. Rozimisiz? Yaxshi kunlar amining. Mashinamiz 100% toza kraskalari, 4 dona yumshoq balon qo'yilgan, propalla uстановка etilgan mashinamizga. Mashinamiz 50 ming probeg turibdi, 100% toza. Gelaverasizlar, Zontik bozorimizda har xil turdagi mashinalarimiz bor. Assalomu alaykum, Qo'shki bir hafta savdoni podpischiklari. Navbatdagi savdomiz MCM Cobalt'imiz bo'ldi. Naq pula gullan kommunizmga 149 million 500 ming so'm berdi. Yaxshilar aylang. Rozimisiz? Rozi. Ko'rsat mashina. Mashinamiz 26-2023-yil MCM Cobalt'imiz bo'ldi. Ideal holatda, kraskalari yo'q, toza. Mashinalardan hali ko'p kelaverasizlar. Qo'shki bir hafta savdo Comfort bozorida sotildi. Hammani kutib qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Qo'shki bir hafta savdodan navbatdagi savdomiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan Damozimiz bo'ldi. Nukusdan yog'alarimizga naq pula 48 million so'm pul berdik. Ag'a, rozimisiz? Rozimisiz. Tabriklayman. Tenda shamolda o'tdingiz. Bundan ham zo'rlar berib o'tiramiz. Yaxshi kunlar edik. 100 mashina. Mashinamiz ideal holatda 2020-yilda ishlab chiqarilgan Damas avtomobili. Ko'rishingiz mumkin salon holatlarini. Qo'shki bir hafta savdo Comfort bozorida sotuvda bo'ldi. Kelaverasizlar, bunday mashinalarimiz hali ko'p. Hammani kutib qolamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Qo'shki bir hafta savdodan navbatdagi savdomiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomat korobkamiz bo'ldi. Mashinamiz pochka va jamma narsasi tayyor. Qo'shko'pir Uyg'urdan yog'larimizga naq pula 140 million so'm pul berdi. Rozimisiz? Tabriklaymiz. Tenda shamolda o'tdingiz. Yo'smang o'shanda. Mashinamizning kraskalari, yumshoq balonlari bor. Metan ham mavjud tayyor. Kelaverasizlar, Qo'shki bir hafta savdoni barcha filiallarda xizmatdamiz, mashinalarimiz ko'p. Baraka bo'ldi, xudo xolasa. Mashinamiz sotildi. Yo'q. Tamam. Necha so'm bo'ldi? 270. Zo'r savdo oldi. Yili 23-yil 50 ming kilometr yurgan gibrid BYD Son Plus. Ava. Onda 2021-yil Gentra'sini oldik. Necha so'm hisoblab oldik? 110 million so'm oldik, 110 beramiz. 110 oldik, 110 beramiz. Ag'a, rozimisiz? Yaxshi yillarimiz xayrli bo'lsin. 2021-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Gentra'ni oldik. Kraskasi kapot kremda kraskasi bor, Malibu barlar qo'yilgan, Malibu rul qo'yilgan, taxlangan ideal holatda metan mavjlari bor. 110 million so'm hisoblab oldik, 110 million so'm pul bo'lsa beramiz. Qo'shki bir hafta savdo Comfort bozorida sotiladi, bosim. Bonus ham bo'lar ham qo'shib beramiz. Ketaveramiz. Zevis Svetda Cobalt so'ragan obunachilarimiz uchun 2023-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt qo'yib beramizlar. 70 ming probeg, metan gazmonli uстановка etilgan. Salon holatlarini bir qator ko'rsatib o'taman. Ko'rishingiz mumkin. Salonlari ideal holatda turibdi. Menda Petno bor dedilar. Metan gazmonli uстановка etilgan, 70 ming probeg, 2023-yil Zev Svet Cobaltni Qo'shki bir hafta savdo Zontik bozorida naqd shitir pula 115 million so'm qo'yib beramiz. Pastda nomerlarni qoldiraman, bemalol aloqaga chiqib, bog'lanib, ko'rib ketishingiz mumkin. Hammani kutib qolamiz. Mashinamiz Zontik bozorida sotuvda turadi. Kelib ko'rib ketishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Qo'shki avtosoda Comfort bozoridan navbatdagi savdomiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan LTZ Tracker mashinasi bo'ldi. Urganchdan kelgan esa 170 million so'm naqd pul berdik. Aka, tabriklayman, yaxshi kunlar. Bir mashina ko'rsatib bering. Honda Premier bo'lgan mashinamiz propan ham manazasi bor. Mashina kelaverasizlar.
Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Qo'shko'pir avtosavdodan Zontik bozorimizdan navbatdagi savdomiz yangi bozordan keyin hajanamizdan xudo xolasa bolalardan pazarga ketib turibdilar. 2015-yilda ishlab chiqargan Spark'imizni 50 million so'm pul berdik. Hajanar rozimisiz? Roziman. Yaxshi kunlar mining. Bundan ham javob berib o'tamiz. Tabriklaymiz. Rahmat. Battur. Mashinamiz sog' salomat bo'lg'aysiz. 2015-yilda ishlab chiqargan Spark'imiz yumshoq balonlari bor. Hamma holatlari zo'r. Ustidan sani ko'rishingiz uchun mashinamiz zo'r holatda. 50 million so'm pulga ketdi. Tanlovda adashmalar Qo'shko'pir avtosavdo sizga xizmatda. Hurmatli obunachilarimiz, assalomu alaykum. Ertaga xudo xolosa Qoraqalpog'iston, Mo'ynoq, Orolga boramiz. Orolda chiroyli joylarini, bir turist chaqiradigan yerlarni inshaalloh xudo xolosa kamera tushirib, bir chiroyli bir videolar ishimizda niyatdamiz. Xudo xolosa studiyamiz bilan, SMM'chilarimiz bilan birga borib ertaga Orolni aylanamiz. Kimlar shunday Orolda zo'r joylar, zo'r lokatsiyalarni bilsanglar, bizga tashanglar. Chunki O'zbekistonni rivojlantirish uchun, turist chaqirish uchun qilinib turgan video. O'zbekistonga turist akkalish uchun qilinadigan video bo'ladi. Bunda biza moliyaviy tarafdan, video tarafdan qo'ysak, sizlar xatabi shunday joyni bilsangizlar video tashlasangizlar ham bizga nima deydi, zo'r bo'ladi. Qolganini o'zimiz qilamiz xudo xolasa. Bu yerda xudo xolasa biz ham shunday turist joylarni hammasini chiroyli qilib videolarni olib borishga davom etamiz. Rahmat. Qo'llab-quvvatlab turasizlar deb aytaman. Videolarni katib tashab. Voy. O'zingning shaxsiy mashining bo'lsa, orqasida ishlab yotib, butun dunyoni aylansang. Yana mashina arzon bo'lsa, ekonomik bo'lsa, puli hech yerda yo'q bahoda bo'lsa, Qo'shko'pir avtosavdoda bo'lsa, xullas barmoq bilan sanasak barmoqlarimiz yetmiyor mashina. Hurmatli obunachilarimiz, assalomu alaykum. Sizlarga mashinani zo'rini topib qo'ydim. Zo'r emas, dim zo'rini topib qo'ydim. Bu bir kun qo'yiladi. Bir kun axotlik biratlarga tashakkur qo'yasizlar, fermer biratlarga tashakkur qo'yasizlar. Sizlar uchun egasini zo'rg'a yetdim, iltimos satib qoldim, ishonamizlar. Qoraqalpoqqa o'sha mashin sotilatar ekan, agar dur meni podpischiklarim olsin shuni. Bir kun qistamma, men shuni sotaman dedim, qoldim. 2021-yilda ishlab chiqarilgan 95 ming kilometr yurgan Isuzu D-Max hurmatli obunachilarimiz. Mashinamiz ideal holatda, hech yerda kraskalar yo'q. Salarka motorda bilasizlar, bu mashinamiz salarkada taxminiy 5,5-6 litr rasxod qiladi. Yumshoq balonlar qo'yilgan, balonlar ham yumshog'ini ham zo'ri qo'yilgan. Mashin salonlari akkuratli, cho'tki sosteniyada turibdi. Hurmatli obunachilarimiz, Barter Libo variantimiz bor. Qo'shko'pir avtosavdo komfort bozorimizda mashinamizni ajratib olib qo'yishlaringiz uchun 21.800 dollar pul beramiz hurmatli obunachilarimiz. Ishtirib bo'ladigan bo'lsa 21.800 dollar beradi. Mashinamiz Qo'shko'pir avtosavdoda sotilib turibdi. Kelaverasizlar, sizlar uchun 24/7 xizmatdamiz. Sog'lom bo'linglar. Kanalimizga podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Chunki bundan ham zo'rlarni, bundan ham yaxshilarni faqat bizani obunachilarimizga loyiq. Sog' bo'linglar.